Erkak kishi kamolotida ayolning o'rni. 3-qism. Alloh taolo Imom Molik rahmatullohi alayhiga Madina Munavvara imomi darajasini nasib qildi. U Madina Munavvarada yashab, talabalardan hadis eshitar va ularga hadis aytar edilar. U kishining Qur'oni Karimni to'liq yod olgan qizlari bo'lib, ular parda ortida o'tirib, hadis darsida ishtirok etishar va ba'zan ibora ham o'qishar edi. Dars mobaynida biror kishi iborani o'qishda xatoga yo'l qo'ysa, qizlari parda ortidan 2 tayoqni bir-biriga urishtirib ovoz berar edilar. Shu tariqa Imom Molik iborani o'qishda kamchilikka yo'l qo'yilganini bilib olar edilar. Mana yetuk shaxslar ortida ayol mehnati yotishi ushbu voqeada yana bir bor namoyon bo'lmoqda. Imom Molikning qizlari yoshlarga ta'lim-tarbiya berishda otasini yordamchisi bo'lganlar. Islom tarixida bu kabi misollar juda ko'pdir. Shuning uchun ulug' zotlar erkak kishi kamoloti ortida ayol mehnati yotadi deb to'g'ri aytganlar. Bu goho ona, goh singil, goh xotin yoki goho qiz timsolida namoyon bo'ladi. Bunday misollarni manbalardan izlasangiz, bu ummat avliyolari ortida ayol mehnatiga guvoh bo'lasiz. Alloh taolo Imom G'azzoliyni buyuk shaxslardan biri qildi. Olimning hayot yo'liga e'tibor qaratsangiz, uning ortida ona qiyofasidagi jonkuyar ayol mehnatiga guvoh bo'lasiz. Muhammad G'azzoliy bilan Ahmad G'azzoliy aka-uka bo'lganlar. Yoshlik chog'larida otalaridan yetim qolib, onalarining tarbiyasida unib o'sganlar. Kitoblarda bu ikki farzandning onalari haqida ajoyib bir rivoyat yozib qoldirilgan. Imom G'azzoliyning onasi o'z farzandlariga yaxshi ta'lim-tarbiya berib, ularni to'g'ri yo'lga yo'naltirishi natijasida har ikkisi yetuk olim bo'lib yetishdilar. Aka-ukaning tabiati bir-biridan tubdan farq qilar edi. Imom G'azzoliy ko'p vaqtini voizlik, xatiblik va imomlikda o'tkazar. Ukasi Ahmad G'azzoliy olim, yaxshi inson edi-yu, lekin jamoat bilan masjidda namoz o'qish o'rniga uyida o'zi yolg'iz namoz o'qib qo'yar edi. Bir kuni Imom G'azzoliy rahmatullohi alayhi onasiga: "Onajon, odamlar menga siz katta voiz, xatib, imom bo'lsangiz-u, ukangiz ortingizda namoz o'qimasa, bu nima degan gap?" deb e'tiroz bildirishmoqda. "Onajon, siz ukamga ayting, jamoatga qo'shilib ortimda namoz o'qisinlar", dedi. Ona kichik o'g'li Ahmad G'azzoliyni huzuriga chaqirib pand-nasihat qildi va u namoz vaqti kirishi bilan akasi imomlik qiladigan masjidga chiqib iqtido qildi. Lekin birinchi rakat tugab ikkinchi rakatga o'tganda Ahmad G'azzoliy namozini buzib jamoatdan ajraldi. Imom G'azzoliy namozdan so'ng o'ta tushkunlikka tushib, uyiga g'amgin holda kirib keldi. Ona o'g'lidan: "O'g'lim, senga nima bo'ldi? Juda parishon xotir ko'rinasan", dedi. Imom G'azzoliy: "Onajon, ukam masjidga borgandan ko'ra bormagani yaxshi bo'lar ekan. U bir rakat namoz o'qigandan keyin ikkinchi rakatda jamoatdan ayrilib yolg'iz o'zi namoz o'qidi", dedi. Ona kichik o'g'lini oldiga chaqirib: "O'g'lim, nega bunday qildingiz?" deb so'radi. Ahmad G'azzoliy: "Onajonim, akamga iqtido qilib namoz o'qiyotgan edim. U birinchi rakatni butun diqqat e'tiborini Alloh taologa yuzlantirib namozni yaxshi ado qildi. Lekin ikkinchi rakatga o'tganda uni xayoli chalg'ib, e'tibori boshqa tarafga yo'naldi. Shuning uchun namozimni buzib jamoatdan ayrildim", dedi. Ona Imom G'azzoliydan "Nima gap?" deb so'radi. "Onajon, ukam juda to'g'ri aytdi. Namozdan oldin bir fiqhiy kitobni o'qib, nifosning nozik masalasiga sho'ng'ib ketgan edim. Namozga kirishganimdan keyin birinchi rakatni to'liq Allohga yuzlanib ado qildim. Ikkinchi rakatda o'sha masala fikrimga kelib, biroz zehnimni band qilib qo'ydi. Shu bois mendan mazkur kamchilik o'tdi", dedi. Ona chuqur xo'rsinib: "Afsus, ikkingiz ham korimga yaramaysizlar ekan", dedi. Bu gapni eshitgan aka-uka g'amga botib qoldi. Shunda Imom G'azzoliy: "Xato mendan o'tdi, bunday qilmasligim kerak edi. Onajon, meni kechiring", dedilar. Ukalari esa: "Bu narsa menga ilohiy kashf bo'lgani uchun namozimni buzdim. Endi men qanday qilib sizning koringizga yarayman?" dedi. Ona: "Sizlardan biringiz ulkan ibodat bo'lmish namozda turib nifos masalasini o'ylasa, ikkinchingiz akasiga iqtido qilib uning qalbini kuzatib tursa, qanday qilib siz ikkingiz oxiratda korimga yarashingiz mumkin? Bilib qo'ying, ikkingiz ham namozni qalban Allohga yuzlanib o'qimabsizlar", dedi. Bu voqeaning e'tiborli tomoni shundaki, ona bolalariga tasavvufning nozik qirralari haqida tushuncha beradigan darajada ilmli bo'lsa, qanday qilib bunday onadan Imom G'azzoliy yetishib chiqmasin? Albatta, bunday onalardan yetuk farzandlar dunyoga keladi-da. Bu o'rinda ham yetuk shaxs ortida ayol mehnati ona siymosida ko'zga tashlanadi.
Abdulqodir Jiloniy rahmatullohi alayh bolalik chog'larida ilm olish niyatida safarga otlandilar. Onalari uning kiyimiga bir necha tanga tikib, "O'g'lim, aslo yolg'on so'zlama" deb nasihat qildi. Yo'lda karvonni qaroqchilar to'sib ulardan biri Abdulqodir Jiloniydan "Yoningda mablag'ing bormi?" deb so'radi. Abdulqodir Jiloniy hamma narsani ro'y-rost gapirib berdi. Qaroqchilar sardori bo'lgan voqeadan xabardor qilinganida u bolani huzuriga chaqirib, "Nimaga yolg'on gapirmading? Molingni ham, joningni ham asrab qolishni o'ylamabsan" dedi. Yosh Abdulqodir, "Onam safar oldidan to'g'ri so'zla" deb ta'kidlagan edilar. "Onamga to'g'ri so'zlashga va'da bergan edim. Men o'z so'zimda turaman va bu yo'lda jonimni ham ayamayman" dedi. Bu gap qaroqchilar boshlig'ining qalbiga yashin kabi ta'sir qildi. U kalima-i shahodat orqali Alloh taologa bergan va'dasini eslab, bolaning holati bilan o'zini solishtirdi. Bir bola onasiga bergan va'dasiga sodiq turadi-yu, nega biz Alloh taologa bergan va'damizga vafo qilmaymiz? deb Alloh taologa tavba qilib tuzalish yo'liga o'tdi. Shundan so'ng u faqat yaxshilik qila boshladi. Vaqt soati kelib, o'sha to'g'ri so'z bola Abdulqodir Jiloniy rahmatullohi alayhiga aylandi. Tafakkur qilib ko'ring-a, bir yetuk shaxsning kamolga yetishishida ayol mehnati qay darajada zarur, a? Bu o'rinda ayol mehnati ona timsolida namoyon bo'lmoqda. Boyazid Bistomiy tarixda o'tgan eng buyuk valiylardan biri bo'lib, u kishi borasida Junayd Bag'dodiy Alloh taolo Jabroil alayhissalomga farishtalar ichida o'ziga xos obro'-e'tibor bergani kabi Boyazid Bistomiyga ham avliyolar orasida shunday martaba ato qilgan degan. Junayd Bag'dodiy o'z so'zida davom etib, Boyazid Bistomiy haqidagi quyidagi voqeani so'zlab bergan. Boyazid Bistomiy rahmatullohi alayh yoshligida yetim qolib, onasining qo'lida ta'lim-tarbiya topdi. Madrasa yoshiga yetganida onalari bir ustozning qo'liga topshirib, "Ustoz, bolani o'z nazoratingizga oling, u uyga ko'p borishni odat qilmasin. Zero uyga borsa fikri chalg'ib, ilmdan mahrum bo'lib qolishi mumkin" dedilar. Bir kuni bola onasini juda ko'rgisi kelib, "Ustoz, uyga borib kelishimga ruxsat bering" dedi. Ustoz odatdagi topshiriqlardan biroz ko'proq vazifa berib, "Shuni yodlab topshirsang, keyin uyingga borib kelishing mumkin" dedi. Boyazid Bistomiyning zehni juda o'tkir bo'lgani sababli berilgan topshiriqni tezlik bilan yodlab ustoziga topshirdi va uyga bordi. Darvozani taqillatganida onalari tahorat olayotgan edilar. Eshikning taqillashidan o'g'li kelganini sezgan ona darvoza oldiga kelib, "Eshikni taqillatayotgan kim?" dedilar. Bola "Boyazid Bistomiy" deb javob berdi. "Ona, mening ham Boyazid degan o'g'lim bor. Uni Alloh taolo yo'lida vaqf qilib madrasaga tashlab kelgan edim. Siz qaysi Boyazidsiz?" dedi. Onalarining bu so'zini mening eshigimni taqillatishini o'rniga madrasaga borib Alloh taoloning eshigini taqillatgan. Alloh bilan bog'lanishni barcha narsadan ustun deb bilgan deb tushungan Boyazid Bistomiy madrasaga qaytdilar va ilmlariga amal qiladigan olim bo'lganlaridan so'ng u yerdan chiqdilar. Natijada Alloh taolo u kishini mashhur Boyazid Bistomiyga aylantirdi. Bu insonning yetuk shaxs bo'lib yetishishiga nazar solsangiz, uning ortidagi ayol mehnati ona siymosida namoyon bo'lganiga amin bo'lasiz. Alloh taolo Tushlar ta'biri kitobining muallifi Ibn Sirin rahmatullohi alayhiga ulkan martabalar ato qilgan. Bugun ham har bir olim huzurida Ibn Sirin rahmatullohi alayhining asarlari mavjuddir. Ibn Sirin rahmatullohi alayhining Hafsa ismli singlisi bo'lib, u haqida tarixiy manbalarda shunday deyiladi. Hafsa o'zi yashaydigan uyning bir burchagini o'zi uchun masjid tutib, faqat tahorat va boshqa shu kabi ishlar bilan tashqariga chiqar edi. Qolgan paytda ayollar va bolalarga ta'lim-tarbiya berar edi. Muhammad ibn Sirin Qur'oni Karimni qaysidir so'zini talaffuz qilishga qiynalsa, singillari Hafsaning oldiga bir bolani yuborib, unga "Hafsa, buni qanday talaffuz qilsa, shunday menga yetkazgin" deb tayinlar edilar. Ba'zi tobeinlar ibodat va ilmda u ayolga teng keladigan obid va olimani ko'rmaganmiz deyishgan. Ba'zi kitoblarda Ibn Sirinning singillari Hafsani fazilatda Hasan Basriy rahmatulloh alayhiga tenglashtirganlar. Ba'zilar Hafsani ilmu taqvoda Sa'diy ibn Musayyibdan ustun deb bilganlar. Uning xizmatchisidan "U haqida nima deysan?" deb so'raganda, u Qur'oni Karimni yaxshi tilovat qiladi, har doim ibodat bilan mashg'ul, har ishni shariatga muvofiq qiladi, lekin men bir narsadan hayron qolaman.
u qanday gunoh qilgan ekanki, xuftondan keyin nafl namozga kirishib yig'lay boshlaydi. To bomdod namozigacha tik holda yig'ida davom etadi, dedi. Bechora cho'ri bekam katta gunohlari sababli kechalarini yig'lab o'tkazmoqda deb tushungan ekan. Siz kechalarni qanday o'tkazishni va dinga qanday xizmat qilish kerakligini mana shu ayoldan o'rganing. Zero har bir yetuk shaxs ortidagi ayol mehnati goh ona, goh juft halol, goho singil, goho qiz siymosida ko'zga tashlanadi. Mo'ynuddin Ajrimiy rahmatullohi alayh Bengaliyaga tashrif buyurganlarida yo'l davomida bir necha odamlar u kishining huzurida islomni qabul qilib tavba qildilar. Shu sababli u kishi uylariga mamnun holda qaytdilar. Buni ko'rgan onalari, "O'g'lim, nimadan bunchalik xursandsiz?" dedi. Ajrimiy rahmatullohi alayh, "Ona, safarim davomida 700 ming kishi qo'limda musulmon bo'ldi va 70 ming kishi qilgan ishlaridan tavba qildi. Shu bois bugun juda mamnunman", dedi. Ona, "O'g'lim, bu sizning kamolotingiz emas, balki bu mening mehnatim samarasidir", dedi. O'g'il, "Ey onajon, qanday qilib?" dedilar. Ona, "Siz tug'ilgandan boshlab biror marta ham sizni tahoratsiz emizgan emasman. Shuning barakotidan bugun yuzlab kishilar sizning qo'lingizda islomni qabul qilib tavba qilyaptilar", dedi. Qarang-a, bu yetuk shaxs ortidagi bir ayol mehnati ham ona siymosida namoyon bo'lmoqda. Hoji Qutbiddin Baxtiyor Qoqiy rahmatullohi alayh Hind diyorlarida mashhur avliyo hisoblanadilar. Ularning hayotlarida ro'y bergan mashhur bir voqea bor. Qutbiddin Baxtiyor ismiga ulangan Qoqiy lafzi non degan ma'noni anglatadi. Voqea shunday bo'lgan. Bola dunyoga kelib aqlini tanigach, ota-ona o'zaro qanday qilib uni yaxshi inson qilib tarbiyalash mumkin degan mazmunda maslahat qildilar. Ertasi kuni bola maktabga ketganidan so'ng ona bir necha non pishirib, javonning ichiga berkitib qo'ydi. Bola maktabdan kelib shosha-pisha, "Ona, qornim ochdi, menga ovqat bering", dedi. Ona, "Bolam, bizga ham rizqni Alloh beradi. U Razzoqdir, u rizqlarning o'z egasiga yetkazuvchidir. U ham Molik, ham Xoliqdir", dedi. Ona Alloh taoloni bolaga tanishtirib, "O'g'lim, sizning rizqingizni ham Alloh taolo beradi, shu bois rizqingizni undan so'rashingiz kerak", dedi. Bola, "Ona, rizqimni qanday qilib so'rayman?" dedi. Ona, "Jaynamozni soling", dedi. Bola jaynamozni solib, unga tashahhudda o'tiradigan kabi o'tirdi va kichik ma'sum qo'llarini ko'tardi. Ona, "O'g'lim, duo qiling", dedi. Bola, "Allohim, maktabdan qornim ochib keldim. Menga yegulik bergin", deb biroz vaqt xokisorlik bilan Yaratgandan o'z hojatini so'radi. So'ngra bola, "Ona, endi nima qilay?" dedi. Ona, "O'g'lim, Alloh taolo sizga yuborgan ovqatni qidiring", dedi. Bola uyni u yer bu yerini biroz qidirib, oxiri javonni ichini ochdi va u yerda o'z nasibasini olib yedi. Shu payt bolaning qalbida bir his paydo bo'ldi va kun bo'yi onasiga Alloh haqida har xil savollar berib yurdi. "O'g'lim, Alloh taolo barcha parranda va hayvonlarga rizq beradi. Uning xazinasi qanchalar boy ekani hech kimga ma'lum emas, hargiz tugamaydi", deb ona bolaga Alloh taolo haqida ma'lumot berdi. Bola kundan kunga Alloh taolo haqida ma'lumotlarini ko'paytirish harakatida bo'ldi. Alloh taoloning muhabbati bolaning qalbida uning Razzoq, ya'ni rizq beruvchi zot ekanini bilgan kuni paydo bo'lgan edi. Zero inson fitratida ehson qiluvchini suyish hissi solib qo'yilgandir. Bola har kuni uyqudan oldin onasidan Alloh taolo haqida gapirib berishini so'rar. Ona bolasida kundan kunga Alloh taologa nisbatan kurtak otayotgan muhabbatni ko'rib xursand bo'lar edi. Kunlarning birida ona yaqinlarini ziyorat qilish maqsadida qarindoshlariga bordi va bir sabab bilan u yerda bolasining maktabdan qaytish vaqtini unutib qo'ydi. Bir payt bolasi esiga tushib shosha-pisha yopinchig'ini boshiga tashlab, uyi tomon katta tez qadam qo'ya boshladi. Yo'l davomida Alloh taologa iltijo qilib, "Allohim, bolamning senga yaqin bo'lishini istab mana shu ishni boshlagan edim. Bugun ma'lum sabablarga ko'ra bu ishni qila olmadim. Endi shuncha qilgan ishlarimni zoyi qilmagin.
Bolamga qilgan tadbirim ma'lum bo'lib qolsa, uning qalbidagi senga nisbatan yaqinlik hissi uzilishi mumkin. Mening qilgan mehnatlarimni zoye qilmagin deb Alloh taolodan yig'lab so'rab bordi. Uyga yetib kelganida bolasi tinchgina uxlab yotar edi. Tezlik bilan odatdagidek taom tayyorlab yashirib qo'ygach, bolasining oldiga kelib ohista uyg'otdi va "O'g'lim, qorningiz juda ochgandir" deb so'radi. Bola "Qornim ochmadi" dedi. Ona "Nimaga?" dedi. Bola "Madrasadan qornim ochib keldim. Odatdagidek jaynamozni soldim va uning ustida o'tirib xokisorlik bilan Alloh taolodan rizq berishini so'radim va uyda onam yo'qligini ham aytdim. Keyin uylarning burchaklarini qidira boshladim va bir joyda nonga ko'zim tushdi. Uni olib yedim. Onajon, bu nondek shirin nonni oldin sira yemagan edim", dedi. Alloh taolo ushbu murg'ak bolani kelajakda Qutbiddin Baxtiyor Qoqiyga aylantirdi. Uning qo'lida yuzlab insonlar murid bo'ldilar. Mana shu yetuk shaxs ortida ham ona mehnati ko'zga tashlanadi. Tarixda bunday misollar bisyor. Ularning guvohi bo'lgan, ular haqida eshitgan, kelajak avlodga so'zlab bergan har qanday inson chuqur o'yga toladi. Qaysidir ma'noda ulardan o'zi uchun xulosa chiqaradi. Ashraf Ali Taxonoviy o'zlarining Xutubot asarlarida quyidagi ma'lumotlarni keltirganlar. Qobul podshohi Do'st Muhammadjonning saltanatiga qarshi bir guruh kishilar bosh ko'tardilar. Podshoh ularni bostirish uchun Shahzoda Akbarxon boshchiligida qo'shin yubordi. Bir necha kun o'tgach, Shahzoda mag'lubiyatga uchrab, jang maydonidan qochganligi haqida xabari keldi. Buni eshitgan Do'st Muhammadxon sarosimaga tushib, ayoli oldiga kirdi va jang maydonidan kelgan xabarni aytib berdi. Buni eshitgan ayol aslo bo'lishi mumkin emas deb ochiqdan ochiq e'tiroz bildirdi. Podshoh jang maydonidan kelgan elchining xabari qanday xato bo'lishi mumkin dedi. Shunda ham ayol o'z so'zida qat'iy turib oldi. Ertasi kuni Shahzoda g'alaba qozonib uyga qaytyapti degan xabar keldi. Podshoh ayoliga "Nimaga asoslanib bunday degan eding?" deb so'radi. Ayol "Bu men bilan Alloh taolo o'rtasidagi sir" deb javob berdi. Ayoldan sababini aytishini so'rab turib oldi. Ayol "Men doim haromdan parhez qilganman. Shahzodaga homilador bo'lganimda ham va undan keyin ham aslo harom luqma iste'mol qilmaganman va shu bilan bir qatorda uni aslo tahoratsiz emizmaganman. Aniq bilar edimki, halol luqma yeb katta bo'lgan bolaning tabiati pokiza va xulqi go'zal bo'ladi. Aksincha, harom luqma yeb katta bo'lgan bolaning tabiati kir va xulqi yomon bo'ladi. Shahzoda haqida mening fikrim vatan himoyasida halok bo'lishi yoki g'alaba qozonib qaytishi edi. Maydondan qochib ketish uning xulqiga mos emas edi. Chunki bu qo'rqoqlik va xunuk ishdir", deb javob berdi. Qarang, bu voqeada ayol mehnati ona siymosida namoyon bo'lmoqda.